kuy yangramoqda. Tinglang. Bu katta tomoshalarni tashkil qilish bir yo ikki yo uch odamning ishi emas. Bu juda ham ko'pchilik harakat qiladi bunga. Masalan, bitta qo'shiqni oladigan bo'lsak, qo'shiqda so'z birlamchi, ohang ikkilamchi va sayqal uchinchisi bo'ladi. Guruhimizda deyarli hammasi o'zimizni guruhimizda faoliyat yuradigan yigitlar. Bular bilan o'sha ishlash jarayonida ham bularni har bittasini o'zini fe'li bor, o'zini dunyoqarashi bor va o'zini energiyasi bor. Men bu guruh bilan ijod qilishni orzu qilardim. Mana orzumga yetdim. Individual chalishmas, ansamblni his qilib chalgan muzikant haqiqiy professional muzikant hisoblanadi. Konsertimiz nomini Sehrli sozlar deb bejizga nomlamadik. Bu bevosita sozlarga bag'ishlangan. Har bitta musiqani o'sha fonogramma darajasida eshitilishi uchun, o'shani musiqiy tilda soundini joyiga keltirish uchun deyarli bitta qo'shiqqa 1 oy, 1,5 oy vaqt ketadi. Demak, 20 ta qo'shiq taqdim etadigan bo'lsak, faraz qiling qancha vaqt ketadi. Tog'dan oqib tushayotgan irmoqlar bir kun kelib daryoga aylanadi. Shu ma'noda gapirganda, bu inson bilan ishlash, bu guruh bilan ijod qilish men uchun katta maqsad. Jonli ijro deb ko'p gapirishadi. Bu haqiqatan ham o'zi ismi bilan jismiga monan o'zi aytib turibdiki, bu jonli. Biz o'zbek xalqi o'sha didi baland. Bularga albatta nimanidir isbot qilish kerak bo'ladi, ya'ni o'sha jonli ijroda isbot qilish kerak bo'ladi. Sozanda o'zini soz orqali, qo'shiqchi o'zini qo'shiq orqali. Olovli bo'lishi talab qilaman har doim yigitlarimizdan. Olov o'chgan inson tirik murda deb aytiladi-ku. Olov yonib turish kerak har doim. Ijod jarayonida, ish jarayonida juda ham talabchan, juda ham qattiqqo'l va injiq inson. Sog' bo'lsinlar, bulardagi shiddat, quvvat, nima deydi, hali energiya deydimi, shu narsa hech qachon so'nimasin. Konsertimizga Xudoyim o'zi fayz bersin, baraka bersin. Sarvon guruhining shogirdi bo'lganimizdan faxrlanamiz va quvonamiz. Mehr bilan chalmasangiz, bu bolalarni qulog'idan shunday o'tib ketib bo'lmaydi. Farhod akam bilan ishlash juda qiziqarli va juda qiyin. Bunaqa katta guruh bilan ishlash mening katta yutuqlarimdan biri. Bu guruh bilan ishlayotganimdan juda ham xursandman. Bu guruhda ishlash orzum edi. Mana hozir shu orzumga erishdim. Bu guruhga ishlab, o'zimni o'sha institutlarga o'qiganday bir maktabga tahsil olayotgandek his qilaman. Ну, так как группа живая. Я думаю, что поклонники и народ оценят труд Farhoda Saidova. Men ishonaman, Xudo xolasa mehnatga yarasha konsertimiz zo'r bo'ladi.
ko'pchilik buyuk allomalarimiz aytishlari bo'yicha musiqa odam ruhini tarbiyasiga juda katta ahamiyatga ega. Mana shu go'zal vatanimizda, jannat makon vatanimizda, tinchlik vatanimizda har kun to'y hashamlar, to'y tomoshalar, bayramlar insonlarni ko'ngliga sig'ib turgan va vatanda faqat insonlarga ma'naviy oziqa, ruhiy oziqa va yaxshilikka xizmat qilish. Bu konsert degani avvalambor bu xalqimizni oldidagi bizni hisobotimiz. Shunaqa bir katta mas'uliyat, chunki bizni xalqimiz juda ham ziyrak, qo'shiqni, so'zni qadriga yetadigan va san'atingizni yaxshi baholaydigan bu xalqqa, bu istarasi issiq xalqqa faqat ma'naviy ozuqa, chiroyli kayfiyat berishga harakat qilamiz. Insonlarni tarbiyasiga, yoshlarimizni tarbiyasiga ta'sir qiladigan kasbni egallaganimizdan xursandmiz. Hammalaringizni, martabalaringizni ilohiy ulug' qilsin. Amin. Big Shoh video studiyasi shirin orzularingizning tiniq aksidir.